Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz hech tush ko'rganmisizki, unda o'zingizni homilador holda ko'rasiz? Bu tush juda ko'pchilikni hayratga soladi. Ba'zilar bu tushdan xursand bo'ladi, boshqalar esa qo'rqib uyg'onadi. Ayniqsa, agar inson real hayotda homilador bo'lmasa yoki bunga tayyor bo'lmasa, bu tush yanada chuqur o'yga toldiradi. Xo'sh, tushda homilador bo'lish nimani anglatadi? Bu yaxshi belgimi yoki ogohlantirishmi? Islomiy tush ta'birlariga ko'ra, tushlar oddiy tasodif emas. Ular inson ruhiyati, qalbidagi sirlar va ba'zan kelajakdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Mashhur olim Ibn Sirin tushlar haqida shunday degan: tushlar bu yashirin ma'nolar va ishoralardir. Tushda homilador bo'lish eng avvalo yangi boshlanishlar ramzi hisoblanadi. Bu sizning hayotingizda yangi bosqich boshlanishi mumkinligini bildiradi. Bu yangi ish, yangi reja, yangi munosabat yoki ichingizda pishib yetilayotgan biror orzu bo'lishi mumkin. Agar ayol tushida o'zini homilador holda ko'rsa va bundan xursand bo'lsa, bu juda ijobiy belgi hisoblanadi. Bu baraka, quvonch va yaxshi yangiliklarning yaqinlashayotganidan darak beradi. Bunday tush ko'pincha insonning ichki tayyorgarligini ham bildiradi, ya'ni u yangi mas'uliyatni qabul qilishga tayyor. Agar tush davomida qo'rquv, xavotir yoki noqulaylik hissi bo'lsa, bu boshqa ma'noni anglatadi. Bu insonning hayotidagi bosim, mas'uliyat yoki hal qilinmagan muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Siz ichingizda biror narsani olib yuribsiz, lekin hali uni ochiq ayta olmayapsiz. Ibn Siringa ko'ra, homiladorlik tushda ko'rinishi, bu yashirin narsalarning asta-sekin ochilishidir. Ya'ni sizning ichingizda bor narsa tez orada hayotingizda namoyon bo'ladi. Agar tushda qorin juda katta bo'lsa, bu sizning zimmanizdagi mas'uliyat katta ekanini bildiradi. Siz katta ishga qo'l urgansiz yoki katta natija kutyapsiz. Bu ba'zan stress bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar tushda homiladorlik oson va yengil kechayotgan bo'lsa, bu sizning yo'lingiz ochiq ekanidan dalolat beradi. Siz boshlagan ishlaringiz muvaffaqiyatli yakun topishi ehtimoli yuqori. Agar aksincha, og'riq yoki qiyinchilik bo'lsa, bu sizning yo'lingizda sinovlar borligini anglatadi. Lekin bu yomon emas, bu faqat sabr qilish kerakligini bildiradi. Agar tushda tugruq jarayoni ko'rinsa, bu juda muhim belgi. Bu uzoq kutgan natijangiz yaqinlashayotganini anglatadi. Siz uzoq vaqt davomida qilgan mehnatingizning samarasini ko'rasiz. Agar tushda egizak farzand ko'rsangiz, bu 2 barobar baraka yoki 2 xil imkoniyatni bildiradi. Ba'zan bu tanlov oldida turganingizni ham anglatadi. Agar erkak kishi tushida o'zini homilador holda ko'rsa, bu juda qiziqarli va ramziy holat. Bu uning ichida yashirin reja, sir yoki katta mas'uliyat borligini bildiradi. Bu inson katta o'zgarish arafasida bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda tushda homilador bo'lish, moliyaviy o'sish, yangi daromad manbai yoki ishdagi rivojlanish belgisi ham bo'lishi mumkin. Shuni unutmaslik kerakki, tushlar har doim ham bir xil talqin qilinmaydi. Har bir insonning hayoti, ruhiy holati va vaziyati boshqacha. Shuning uchun tushni to'g'ri tushunish uchun o'zingizni ham tahlil qilish muhim. Agar siz tez-tez shunday tush ko'rsangiz, bu siz uchun bir signal bo'lishi mumkin. Balki siz ichingizdagi orzularni amalga oshirishga yaqin turibsiz. Balki hayotingizda katta o'zgarishlar boshlanish arafasidasiz. Aziz do'stlar, tushda homilador bo'lish ko'pincha qo'rqinchli emas, aksincha, ijobiy o'zgarishlar, yangi imkoniyatlar va rivojlanish belgisi hisoblanadi. Agar siz ham shunday tush ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Sizning tushlaringizni ham birgalikda tahlil qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va foydali tush ta'birlari kutmoqda. Assalomu alaykum va rahmat.